5 million bosh to'lovga chiqarib beramiz aka. Oylik to'lov 2.780 mingdan chiqadi aka. Buni arzonroq chiqarib beramiz. Salondan ancha arzon aka. Bemalol ko'rib, haydab hech narsa xarajatingiz yo'q aka. Boni sizga aka chexol, polik beramiz aka. Pachka? Ha, pachka. Endi buni aka salondan olsa bo'lmaydimi? Salonning narxi 97 million. Biz salon narxi aytayotmaymiz aka mashinani. 95 million qilib beramiz. Assalomu alaykum, mashina ishqibozlari. Sizlar Ruslan.uz kanalini tomosha qilyapsizlar. Ruslan.uz kanalida aziz do'stlar, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi mana avtokredit narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Bu yerga Damaslarni aytib o'tadigan bo'lsak, o'rtacha 5 milliondan boshlanadi. Mashina holatiga qarab 5 millionga sotib oladi shu mashinani. Kreditga albatta. Nomer, notarius hammasi ish bo'ladi deyapti. Oylik to'lovlari 2 million 800, 2 million 900, xullas shu. Mana bu yangilari keladigan bo'lsa 20, 25 atrof. Keyin mana yangi chiqqan Cobaltlar ham bor. Ko'p turganlaringiz. Xohlasangiz naqdga, xohlasangiz kreditga bemalol kelib sotib olib ketishlaringiz mumkin. Qaysidir savollar sizni qiziqtiradigan bo'lsa, mana ekranga telefon nomerini qoldirib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib kelaverasizlar. Manzilda aytib o'tgan bo'lsam, manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri. Xo'p, shaharni chekib kelgan Gorgaydan o'tgandan keyin, mana shaharcha G'uzor nishondan kelib Gorgaydan o'tgandan keyin mana mashina bozor svetofor ko'rinib turibdi. Mashina bozordan o'tgandan keyin mana shu avtosalon. Videoni boshidan oxirigacha telefon nomer qoldiramiz. Manzil topish juda bir qiyin ish emas. Bemalol telefon qilib kelaverasizlar. Xo'p, bu tomoni mana Kashtekisdan o'tgandan keyin xullas Ravon Seruz bor. Ravon Seruzdan o'tgandan keyin mana chap qo'lga avtosalon. Videoni boshlaymiz. Gap cho'zib turmasdan qisqa va lo'nda qilishga harakat qilamiz. Qaysi mashina ma'qul kelgan bo'lsa, telefon qilib, mana shu mashina joyiga turibdimi? Men boryapman deb yo'lga otlanib kelaverasizlar. Keyin siz kelguningizcha mashina sotilib ketgandan keyin bu yerga yolg'onchi deb qoladi. Men misol uchun avtokreditchi akamiz Abbos aka. Misol uchun eminni misol uchun mana shu 188 Damas ko'rdingiz, mana shu turibdimi? Men boryapman yoki 156 Damas turibdimi? Mana shu pulni men boryapman. Sotmay turing deb kelaverasizlar. Boshlaymiz bo'lsa. Assalomu alaykum Abbos aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum Ruslan aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana bugungi chislo bilan, bugungi chislo 24 mi? 24. 24-noyabr. Ha, dushanba kuni. Damazdan boshlaymiz har doimgidek. Damazdan, ha? Damas. Ko'pincha Damas ketyapti. Yengil mashinalarimiz bor. Birinchi Damazdan boshlaymiz aka. Abbos aka, shu eski o'zini minib yurgan mashinalarni olib kelsa hisoblay olasizmi? Yo'q. Endi masalan 99-yil, 98-yil mashinalarni olib kelishyapti aka. Undan teparoq bo'lsa hisoblay olamiz. Hisoblay olinadi, ha? Eldan chiqmasin. Eldan chiqmasin. Mana shu bozor nechi pul ko'taradigan bo'lsa, bozordan chiqmasdan, eldan chiqmagan holatda hisoblay olamiz. Asqisi boshlaymiz. Ha. Keling, mana Damazdan boshlaymiz. 2024 Damas 188 metallari bor. Yurgan kilometr 30 ming atrofda yurgan. Mashinaning holati yaxshi, yomon emas aka. Buni akajon 188 qarang. 11 million 700 ming pullariga chiqadi. 2 million 890 ming. Narxi 83 million. Qanday 83 million? 83 million. 5 yilga aytilyapti. 5 yilga. Xohlasangiz 5 yilga. Yo'q, menga boshqa Damas, Mokriy Damassiz mana qarang. 12 million pulizga chiqadi aka. 2 million 820 ming so'm. Narxi 81 million so'm. 81 million so'm. Keyingi mashinamiz Damas mashinasi aka. Yili 2022-yilda ishlab chiqarilgan Damas. Yurgan kilometri ham kam akajon. Yurgan kilometri ham 9200 yurgan ekan. Mashina benzinda. Narxiga keladigan turibdi ekanda, ha, haydalmasdan turibdi. Mana o'yinlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bez tonirovka chiqqan, o'sha payt shunday tonirovkasi chiqadi aka. Ma'qul kelsa bonusga tonirovka qilib ishlarni hammasini qilib beramiz. Bonusga endi akajon qarang. Mashinani bonusga bitta chexol beramiz aka. Bitta chiroyli tonirovka qilib beramiz aka mashina.
bitta chexol, bitta tonirovka qilib beramiz aka. Buni nechga chiqadi? Buni narxi 80 million. Qan narxi? Ha, narx bo'lsa 79 millionga beramiz. 12 million pulga chiqadi. 2 million 788 ming so'mdan chiqadi. 2 million 788. Ha, yo'q menga akajon. Arzonroq Damas kerak deydiganlarga qarang. Mana qarang. 2022-yilda ishlab chiqarilgan Damasimiz yurgan kilometri 50 ming yurgan. Narxiga keladigan bo'lsa 74 million so'm. 6 million so'm pulga chiqadi. Oylik to'lovi 2 million 788 ming so'm. Yani kelaverasizlar. 5 million, 6 million. Shunday 13 balonlari bor aka. Xohlasangiz mana 2023 Damas. 2023 Damas yurgan kilometri 30 ming yurgan aka. 8 million so'm pulga chiqadi. Oylik to'lovi 2 million 810 ming so'm. 2 million 800. Ha. Moshincha zo'r aka. Bemalol ko'rib, haydab ko'ra olasiz aka. Bu 2021 Damas aka. Narxi 59 million. 59 million. 59 million so'm. 2021-yilda ishlab chiqarilgan Damas aka. Tak. To'xtang hozir. 59 million so'm aka. 7,5 million pulga chiqadi. Oylik to'lov 2 million 550 ming so'm aka. 7 million 500 ga kutaverasiz. Shunday. Hamma narsasi. Ha. Tonirovkasi yo'q ekan. Shunday. 7,5 million pulga chiqadi aka. Bonus akajon 2023. 2023 ishlab chiqarilgan Damas, Mokri Damaschamiz aka 13 balonlar, 12 balon deyman, 13 ekanmi? Ha, 12 balonlar akajon, mashina holati zo'r, chexollari qilingan, metallari bor akajon. Buni akajon 10 million pulga chiqarib beramiz, 2 million 820 mingdan chiqadi aka. 10 million pulga. Mana bu 2025-yil Damas aka. Pachka? Ha, pachka endi buni aka salondan olsa bo'lmaydimi? Salonni narxi 97 million. Biz salon narxi aytayotmaymiz aka mashinani. 95 million qilib beramiz. 95 million so'm pulingizga chiqadi aka. Oylik to'lovingiz 2 million 962 ming, 21 million bosh to'lovga. Narxi 95 million so'm. Mashin pachka. Bemalol kelib, ko'rib, naq oladigan bo'lsangiz 94 million qilib beraman. Bank bo'ladigan bo'lsa 95 million so'm aka. Qarang, mana bu 2023-yilda ishlab chiqarilgan Damasimiz aka. 12 million bosh to'lovga chiqadi. Oylik to'lov 2 million 820 ming so'm aka. Qan narxi qanchadi? 2 million 820 mingdan chiqadi aka. 2 million 800. Yo, tan narxi. Buni tan narxi 82 million so'm. 82 million. Mana 82 million aka. Chiroyli qilib qo'yilgan. Shunday. Hamma narsasi bor aka. Bu lavamiz aka 12 million pulga chiqadi. Oylik to'lov 2 million 900 ming so'mdan aka. 12 million deysiz. Ha, narxi 82 million aka. Tan narxi 82 million. Ha, 82 million. Ha, do'stlar. Mana bu 24 Damasimiz aka. Ishlari chexollar qilingan, yurgan kilometri ham kam aka. Yurgan kilometri 18 ming yurgan ekan aka. Mana 13 balonlar, chexollar hamma narsasi qilingan aka. Hammasi qilingan. Qanchaga chiqar ekan? 18 million bosh to'lovingizga 2 million 800 2 million 890 mingdan chiqadi aka. 2 million 900. 2 million 900 mingdan chiqadi aka. 24 Damas kitobchalar bilan turibdi, ko'rib narsa qila olasiz aka. Bu Damasimiz aka 24 pachka. Benzinda turibdi mashina aka. Narxiga keladigan bo'lsa 87 million. Mashina holati ideal aka. Yurgan kilometri ham 1000 kilometr yurgan aka. 1000 kilometr yurgan. Naq bo'lsa 85 ga beraverasizmi shuni? Buni naq bo'ladigansa 86 million qilib beramiz aka. 86 million so'm qilib beraman aka. 16 million pulga 2 million 887 ming so'm chiqadi aka. 16 million pulga. Nomeri, notarius, gaiz, sug'urta hammasi ichiga chiqadi aka. Shunday. Boshqa bir simpl xarajatlari yo'q aka. Bonusga aytganimizda shu chexol, polik hamma narsasini qilib beramiz aka. Mana ichida hech narsasi yo'q, yangi mashin. Hamma narsasini qilib beramiz aka. Bu Damasimiz aka qarang. 2022-yilda ishlab chiqarilgan Damasimiz. Qaymoq, 12 kilo yumshoq balon qo'yilgan, chexollar qilingan, metallari bor aka. Tak, oylik to'lov akajon buni. 2 million 780 ming so'm chiqadi aka oylik to'lov.
7 million bosh to'lovga aka. 7 million yopib 7 million bosh to'lovga boshqa bir so'm pul xarajat qilmaydilar aka. Shunday sotasan, birdan sirasi. Shuni ham sota oladigan bo'lsangiz 74 million so'm qilib beramiz. 74 million so'm qilib beramiz aka. Yo'q, menga akajon 22 oq rang kerakdigan insonlar mana 8 millionga chiqarib beramiz. Narxi 77 million so'm. Yurgan kilometr 50 ming yurgan, kraskasi toza. 8 million so'm bosh to'lovga, narxi 77 million so'm, 2 million 788 ming so'm, 2 million 780 mingdan chiqadi aka. 22-yilda ishlab chiqarilgan Damazimiz aka. Men yangi xohlayman hammasidan bor. Xohlaylar akajon, mana 22 Damazimiz aka. Aha. 22. Ha. Mashinning yurgan kilometri 80 ming yurgan. 5 million bosh to'lovga chiqarib beramiz aka. Oylik to'lov 2 million 780 mingdan chiqadi aka. 5 millionga. 5 million so'm pulga nomer, notariusga hammasi ichiga chiqadi aka. Mana bunisi akajon 2023. Tak. 6 million pulga chiqyapti aka. 2 million 820 ming so'm karmetal diskalar qo'yilgan aka. 6 million so'm pulga boshqa xarajatlari yo'q, 2 million 820 mingdan chiqadi. Mashinani ko'rib, haydab ko'rib, bemalol ko'rsatib, aka keyin olaverasizlar. Bugun arzonlarni olib kelibsiz lekin o'tgan hafta 10 million shunday akajon. Arzonlari ham xohlasanglar mana 25 tayyor Damazimiz ham bor. Hozir keldi aka, 25 Damaz. Metan 413 lik balon qilingan, chexol polik, magnitofon. Xullas tayyorda. Ha, kalonkalar qo'yilgan, tepasiga kalonkalar ham qo'yilgan. Kim qiziqadigan bo'lsa, muzikani eshitib mazza qilib yurilib ketaverasizlar aka. Bu qanchaga ekan? Endi buni akajon qarang. Buni 87 million so'm, 97 million so'm qilib beramiz aka buni. 97 million so'm pulizga 23 million so'm pulizga 2 million 962 ming. 23 million pulga nomer, notarius, gaz, sug'urta hammasi ichiga bo'ladi. Salondan olyapmaysiz, tayyor mashinaga. 13 balon, metan, chexol, polik hamma narsa qilingan. Oberni boshqarib bo'lmaydi, siz tayyor. Shunday akajon. Ha, bemalol kelib, ko'rib olaverishadi akajon. Qarang, mana endi yengil mashinalardan boshlaymiz, keling aka. Qarang, Gentra. 2022-yilda ishlab chiqarilgan Gentramiz aka bu. Qarang, kraskasi toza. Narxi akajon buni 131 million so'm aka. 13 million so'm pulga chiqadi, 60 ming yurgan, 4 million 686 ming so'mdan chiqadi aka. Oylik to'lovlar. Ha, oylik to'lov aka. Bu mexanika avtomatmi? Bu mexanika aka. Qan narxini qancha dedingiz? 131 million. 131 million. Kraskasi toza aka. Shuncha bo'lmagan ekan. Monitorlar qo'yilgan. Shunday akajon. Bemalol ko'rsatib, narsa qilib olaverasizlar, haydab ko'rib aka. Yo'q, menga avtomat kerakdigan insonlar mana avtomatimiz bor aka. Cobalt aka, avtomat 70 ming yurgan. Tak. Yili nechi bu? 22-yilda ishlab chiqarilgan metallari bor aka. 11 million so'm bosh to'lovga chiqadi aka. 4 million 386 ming so'm. Buni endi to'g'ri nima uchun arzon deydigan bo'lsangiz, narxi 126 million aka buni. Tan narxi. Ha, tan narxi. Mana qarang, kraskachasi bor, qarang. Aytib o'taman. Mana shu eshikchada petnosi bor, mana shunday, mana. Mana o'zi shuni ko'rsatib o'taman. Mana shunday petnosi bor. Keyin oldi kapotchasida, uchasida mana shunday petno bor aka. Mana shuni aytib sotamiz aka. Kimni keladigan bo'lsa aka, shuni ikkita joyda petnosi bor. Boshqa joyda kraskasi yo'q aka. Bunisi akajon 2022 kraskasi toza. Qarang. Buni narxi 135 million so'm, oylik to'lov 21 million so'm bosh to'lov, oylik to'lov 4 million 386 mingdan chiqadi aka. Nomer, notariusga ichida boshqa xarajat qilmaysiz. Buni kraskasi toza, bemalol ko'rsatib olaverasizlar. Yo'q, menga avtomat kerak deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, avtomat Gentramiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Buni narxi 162 million so'm, naq bo'ladigan bo'lsa 161 million so'm qilib beramiz aka. Buni ichida tonirovkalar, arqa tonirovkalari qilingan akajon. Malibu barlar qo'yilgan. Malibu rul qo'yilgan akajon, monitorlar terilgan. Lekin mashina tayyor aka. Tayyor ha. Minadigan insonga tayyor akajon. 19 million so'm bosh to'lovga 5 million 398 mingdan chiqadi aka. Shuni 19 million emas, 40 million yoki 50 million to'lasa qancha chiqadi? 40 million, 50 million to'laydigan bo'lsalar, endi prioritetilni 3,5 million, 4 million atrofida chiqadi. Shunday ha? Ha. Endi pulga qarab hisoblab beramiz. 5 ta 6 ta bankimiz bor. Ha. Ko'proq bo'lsa, arzonroq chiqadi. Tanadan qancha ko'proq pul bo'lsa, arzonroq chiqaveradi. Yo'q, menga
Zeus rang kerak deganlarimiz mana 22 Zeus avtomat Lassettimiz bor aka. Ha. 12,5 millionga chiqarib beramiz aka. Narxiga keladigan bo'lsa akajon 164 million so'm yili 2023-yilda ishlab chiqarilgan avtomat Zeus mashinamiz. Bosh to'lov 5 million 12,5 million pullari, oylik to'lov 5 million 700 mingdan chiqadi aka. 12 million 500 ga olib ketasiz, 5 million 5 million 700 ming so'm. dan oylik to'lov. Bu zavodskiy metan jentramiz aka. Narxi 120 million so'm. 20 million so'm pul to'layli 3 million 800 ming so'mdan chiqadi. 20 yil. Ha, yili 2020, kraskasi toza, zavodskiy metan, kraskalari top toza aka. Bemalol ko'rsatib, bemalol ish qilaveramiz aka. Bu 18 Sparkimiz aka. Buni narxi 82 million so'm aka. Mashinning holati zo'r aka. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin aka. Benzinga ekanda. Benzinga akajon mashin. Benzinga. Benzin akajon, mana zapaskalari ham tushmagan aka. Bemalol ko'rib narsa qilavering aka. Mashinning holati zo'r, yurgan kilometri ham kam yurgan, 82 million so'm aka. Endi buni 18-yil mashinani agar arzonroq barter-marterga ham hisoblab olaveramiz aka. Qanday mashinangiz bo'lsa, Cobalt olib kelasizmi, sizga arzonroq Spark kerak bo'lsa, bemalol naqd pulga 81 millionga ham beraveramiz aka. Farqi yo'q aka. Bu akajon Gentramiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan Gentramiz aka. 20 ming yurgan mashin holat, ideal holatga turibdi aka. Bu necha pulga chiqadi? Benzinga ekan. 24 ming yurgan ekan aka. Buni akajon tak. Buni narxi 152 million so'm akajon. Buni 29 ming yurgan 4 million 686 mingdan chiqadi, 29 million pullari aka. Ha. 4 million 986 mingdan chiqadi. Mana yangi benzinga mashina. Agar yo'q, menga pachka mashina kerak deydiganlar, mana pachka aka. 23 Gentra ko'p odam qidirib yuribdi aka. 23 mexanika. Ha, 23 mexanika, 900 kilometr yurgan mashin pachka, действительно pachka mashina aka. Xohlagan joyga olib ko'rishlaringiz mumkin aka. ABSlari bor. Kondisionerlari ishlaydi aka, kondisionerlari ham bor aka. Mashin yurgan kilometr 900 kilometr yurgan aka. Buni aka qarang. Pachkani 32 million pulga chiqarib beramiz. Narxi 155 million so'm, 4 million 686 mingdan chiqadi aka. 4 million 686 mingdan chiqadi aka. Aytib o'tilayotgan narxdan naqdga olamansa 1 million 2 million o'tib beraveramiz. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Bu qarang, Midnight Cobaltimiz aka. Metan qo'yilgan, holati ideal aka. Mashinning yurgan kilometri aka 12 ming yurgan. Narxi 158 million so'm. Cobaltimizda 29 million pullari 4 million 874 ming so'mdan chiqadi. 25 ming deylar. 25 Midnight aka. 158 million. 158 metallari ham bor aka. Metan qo'yilgan. Salondan ancha arzon aka. Bemalol ko'rib, haydab hech narsa xarajatingiz yo'q aka. Boni sizga aka chexol polik beramiz aka. Mana mashinning holatlarini ham ko'rishingiz mumkin akajon. Evakor poliklar to'shalgan aka. Bitta kamchiligi shu, chexoli yo'q aka. Bitta chexol qilib beramiz aka. Ha. Abbos aka beraman deyapti-ku. Beramiz aka uni. Yo'q, menga pachka mashin kerak deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, mana 25 Midnight'imiz bor, 163 million aka. 163 million. 163 milliondan marhamat kelaverasizlar. Oq 2000 style aka bu. Agar Midnight kerak bo'lsa, Midnight'ni ham qilib beramiz aka. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Buni necha pulga chiqarib berasiz aka? Buni akajon qarang. O'rtacha bir aytib ketinglar yozilmaganmi yo buni? Yo'q, buni akajon hisoblab aytaman sizga, qarang. Bu yangi chiqqan versiyasi ekan. Yangi chiqqan versiyasi aka. Ha, yangi chiqqan versiyasi. Yangi chiqqan versiyasi aka 163 million. Buni chiqadigan narxi akajon. Qog'ozga ko'p yozilibdi, chalkashyapti. Cobalt qarang. Cobalt 29 million tak. Buni akajon qarang. 34 million pulga chiqadi, 4 million 874 ming. Og'lang kredit. Ha, 163 million so'm akajon. Keyin bunisi ham bor aka qarang. Gentra. Gentra aka. Hamma narsasi qilingan aka. Zo'r. Ha,
Mexanika 2023-yil ishlab chiqarilgan Gentramiz 20 ming yurgan probekaga. Chexol, polik, Hayyor. metan, avtomat diskalar qo'yilgan aka. Aka qarang, bu iktak 29 million pulizga 4 million 686 mingdan chiqadi aka. Ha. Aziz do'stlar. 29 million pullari 4 million 686 mingdan chiqadi aka. Nomer, notariusga hammasicha. Endi 23 tappa tayyor aka mashina. Metan, balon, chexol degan narsalar qo'yatmaysiz, tayyor. Faqatgina minasiz aka, boshqa. Gaz solaydi. Xuddi shunday aka. Yo'q, menga ham arzonroq mexanika kerak deydiganlar mana 23 bobi ham aka. 23 mexanika, metalli. 60 ming yurgan aka, 23. Buni arzonroq chiqarib beraman. Narxi 136 million so'm aka. 136 million so'm, 13 million pulga 4 million 686 ming so'mdan chiqadi. 13 million. 13 million pulga. Xohlang akajon buni oling. 29 million so'm pulga. Ko'rib, narsa qilib olaverasiz. Yo'q, menga arzonroq mashina kerak deydiganlar bo'lsa, mana 22 mashinamiz ham bor aka. Qora. Metallari bor. Yurgan kilometr 39 ming yurgan. Qora Gentramiz aka. Buni akajon qora Gentramiz qarang. 30 tak 29 million so'm pulga chiqadi aka. Qog'oz bo'lmas, chalkashtirdi bugun. Chalkashtirdi bu, ha? Chalkashtirdi. Chalkashtirdi. Qanchaga chiqadi? 26 million pulga chiqarib beramiz aka buni. 26 million. 26 million pulga chiqarib beraman. Oylik to'lov 5 million 400 mingdan chiqadi aka. 26 million ko'p bu yerga. Narxi 170 million aka. 170 million. Mashina ko'p, kelaverasiz. Trekker deysiz. Trekker yozilgan ekan, qarang qancha. Trekker ham bor aka, qarang. Nechi pulgadi bu trekker? Qarang, 21 Redline variant aka. Narxi 202 million aka buni trekkerda. 39 million pullari 5 million 998 mingdan chiqadi aka. 21 deysiz, ha? 21 Redline aka. Bu shunada endi ko'pincha hamma full varianti deyiladi bu. Hamma narsasi bor aka. Ishlarini ham ko'rsatishingiz mumkin. Temekan. Yo'q, bemalol ko'rib, narsa ishlarni ham ko'rsating, narsa qiling. Minadigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, yurgan kilometri ham akajon 80 ming yurgan ekan. Kelaverasiz. Mashina bu 30 million pulga chiqadi aka. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Gentramiz aka. Oylik to'lovi 5 million 600 mingdan chiqadi aka. Yili 23, yurgan kilometri 40 ming yurgan, metallari bor, narxi 180 million. Avtomat korobka. Keyingisi Cobalt, keyingisi Cobalt, qora Cobalt aka. Midnight aka. 36 million so'm pulga chiqadi aka. Oylik to'lovi 4 million 386 ming, narxi 165 million. Narx bo'ladigan bo'lsa 164 million so'm qilib beramiz. 2025 Cobalt. Pachka akajon, bular 10 kilometr, 7 kilometr yurgan mashinalar. Aziz do'stlar, Pachkada mana salonni ko'rsatib, boshqasini ko'rsatgan bilan pachka mashinalar. Xo'p, qaysisidan so'rasangiz, hamma mashinadan bor. Damas, sizmi? Damas sala Damas, Cobalt sala Cobalt, Gentra sala Gentra aka. Hamma mashinamizdan bor aka. Qo'ldan kelgancha harakat qilaychi. To'g'ri ichida arzoni ham bor, qimmati ham bor, hammasidan bor aka. Endi ko'rib, haydab ko'rib olasizlar aka. Bankimiz ko'p aka. 8 ta 10 ta bankimiz bor. Endi shularning ichidan bittasidan siz tanlaysiz, siz tanlagan bankdan qilib beramiz. Biz tanlamaymiz bank. Siz tanlaysiz, tanlovsizdan sotish bizdan aka. Ko'rib, haydab ko'rib, bemalol ko'rsatib olasizlar akajon. Mashinalarimiz shulardan iborat. Sizlar bilan xayrlashayotmaymiz. Ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'ling aka. Sog' bo'ling.